Assalomu alaykum. Mana bizni sigirlarimiz hozir YouTube kanaliga qo'yamiz. Bu sigirlarda sotiladi. Bu sigirlarimiz bu 3 ta sigirimiz bor. Mana bitta obzor qilib beraman hammasini. Xudo xolasa sog'ligi, sifati hamma yo'g'i zo'r, sutlari zo'r, yuvoshligi yuvosh. Uchovini ham bolasi xunojin. Uchovi ham mana yeb ichishi ham muammolarni tortganimiz yo'q. Tepaga tortib nima qilgan yo'q. Bo'ylari 120 dan tepa 25-26 bo'y. 130 ga yaqin bo'ylari xudo xolasa. Mana bolalari bularda. Mana bolasalari. Uchovini ham bolachasi. Xunojin uchovniki ham. Mana shu 4-sinf tuqqan bunisi. Mana bunisi 3-sinf tuqqan, tishi lapatga, narginisi yosh 2-sinf tuqqan. Mana sizlarga yaqindan ko'rsatib beraman. Bo'zagi mana bitta bo'zak. Onasi bitta, yana bitta mana bitta bo'zagimiz yotib oldi endi. Hozir kechki paytda mollar sog'ilib olgan holatda turibdi endi. Sog' bo'ldi. Vaqtimiz endi bo'ldi, shuning uchun hozir chiqaryapman mana. Yuvoshligi yuvosh, mollarda hech qanday nima yo'q. Uchovi ham o'ta yuvosh mollar. To'rali emchagi ham ishlaydi. Yuvoshligi yuvosh. Pullariga kelsak, kelishamiz. Hozircha monosini 35 million ozgina kami bor. Bunisi 33 million kami bor. Narigisini 34 million ozginadan kami bor. Bolalari xunojin, hammasi yangi tuqqan. Pulini kelishamiz. Murojaat uchun nomer 50lik 207 02 90. 207 02 90 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishtirib beraman hammasini. O'zimizning mol, dehqonchilik. Xudo xolasa yaxshi sigir olaman degan, yaxshi sigir qilaman degan aka-ukalar bo'lsa, tashlab bersanglar, videoni bitta aloqaga chiqishaversa, xudo xolasa kelishamiz. Muammo yo'q, dastavkalari ham bor. Bundan muammo yo'q hech ham. Xudo xolasa kelishiladi, hech qanday muammosi yo'q. Yuvosh, haqiqiy ro'zg'orda zo'r, sut yo'nalishidagi mollar.